Assalomu alaykum hurmatli Sof tibbiyot kanali kuzatuvchilari. Bugun bizda yangi format. Suhbatga kosmetolog estet Valieva Mohira Erkinovnani taklif qildik. Xush kelibsiz. Rahmat, taklif uchun. Assalomu alaykum aziz muxlislarimiz. Bugungi suhbatimiz hammamiz uchun manfaatli bo'ladi. Men ham shunaqa umiddaman. Albatta manfaatli bo'ladi. Chunki bugun video davomida komedonlar haqida gaplashamiz, qanday qilib kosmetologik vositalarni tanlash haqida gaplashamiz. Undan tashqari sog'lom kosmetologiya asosiy mavzuyimiz bo'ladi. Sog'lomlik aslida go'zallik ekanligini bugun tushunib olasiz. Mohira opa, birinchi navbatda bugun biza bilishimiz kerak bo'lgan narsa tibbiy jihatdan o'zi go'zallik nima? Buni men yoritib beraman. Undan tashqari, demak, kosmetologik jihatdan aslida go'zallik qanday bo'ladi? Va sog'lom kosmetologiya, ya'ni zamonaviy kosmetologiyani siz tushuntirib bersangiz. Chunki bu bizani obunachilarimizga juda ham qiziq. Aynan sog'lom bo'lishlik va sog'lomlik ketidan keladigan go'zallik. Shu narsani tushuntirib bering. Yaxshi, juda ham yaxshi savol. Sog'lom kosmetologiya nima o'zi? Sog'lom kosmetologiya bu yuzimizni tabiiy parvarish qilish, yuzimizga zararli bo'lgan narsalardan qochish. Masalan, yuzimizga har xil upa elliklar, har xil dekorativniy kosmetikalar bu sog'lom kosmetika degani emas. Sog'lom kosmetologiya degani emas. Sog'lom kosmetika bu tabiiy yuzimizni namlantirish, oziqlantirish hisoblanadi. Ha, demak, men tushundimki, dekorativ kosmetika degani shunchaki yuzni bor dog'larini yashirib qo'yish. Yashirib qo'yish orqali biz muammodan qutula olmaymiz. Aslida sog'likni rivojlantirish va sog'lom bo'lish orqali yuzimizni tiniqlashtirishimiz mumkin. Demak, bu yo'lda biza qanaqa ishlar qilishimiz mumkin? Va qanday preparatlardan foydalanishadi sog'lom kosmetologlar? Ya'ni biz sog'lom kosmetolog deb nomlayapmiz. Bunda kosmetologiyani aynan qaysi yo'nalishlari mavjud? Shu haqida odamlarga tushuncha bersangiz. Kosmetologiya yo'nalishlari juda ham ko'p. Hamma o'ziga yarasha kosmetologiya yo'nalishlarini tanlab olgan. Kimdirki apparatlarda, yana kimdirki tabiiy kosmetologiyada, yana kimdirki inyeksiyalar bilan. Biz qaysi turni tanlashimizdan qat'iy nazar, birinchi o'rinda biz sog'ligimizni birinchi o'ringa qo'yishimiz kerak. Sog'ligimiz uchun ular foydalimi yoki zarariga ishlab ketadimi? Biz sog'ligimizni o'ylagan holda kosmetologni va kosmetologiyani tanlaganimizda yuzimiz chiroyli bo'ladi va sog'lom bo'lganimizda biz tabiiy go'zal ham bo'lamiz. Tushunarli. Demak, biz sof tibbiyotda targ'ib etadigan sog'lom turmush tarzi aslida go'zallikni keltirib chiqaradi. Teri yorqinligi bu sizning jigar faoliyati, taloq faoliyati va umumiy ichaklar mikroflorasining yaxshi ekanidan dalolat beradi. Umuman olganda yuzni holati, ugrilarni chiqishi, ugrilarni joylashuviga qarab ham odamni tashxislasa bo'ladi. Tibbiyotda shunaqa narsa bor. Misol uchun yonoqlarda ugrilar chiqishi bu oshqozon ichakda muammolari bor holat bo'lishi mumkin yoki iyaklarda chiqishi esa bu umuman taloqni muammolari bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Demak, sizni fikringizcha biza qanday preparatlardan foydalansak terimiz yana ham yorqinlashadi. O'zi terini holatini yaxshi bo'lishi uchun qanday kosmetologik muolajalarni qilishimiz kerak? Endi bu individualni desak ham bo'ladi. Hammada har xil. Har bir kishini o'zini muammosiga qarab muolaja turi tanlanadi. Uyda qilinadigan muolajalar, ya'ni uyimizda yuzimizni parvarish qilinadigan muolajalar, bular juda ham bizga yaxshi yordam beradi. Kosmetologga ko'proq bormasligingizga zamin yaratasiz. Chunki biz bir martada chiroyli bo'lib qola olmaymiz. Bu ochiq gap. Bizni go'zalligimiz, yuzimizni, terimizni chiroyli bo'lishi bu yillar mobaynida biz terimizga g'amxo'rlik qilishimiz, avvalambor sog'ligimizga g'amxo'rlik qilishimiz, mana shuni natijasida yuz terimiz sekin-astalik bilan chiroyli bo'ladi. Endi nimalardan foydalanganimizda va qanday asosiy yuz parvarishini biz amalga oshirganimizda terimiz chiroyli bo'ladi. Hamma uchun bir xil qoida bor. Kuniga 2 mahal yuzimizni parvarish qilish, ertalabki va kechki parvarish. Albatta, ertalabki parvarish yuz terimizni namlantirish, ya'ni namlantiruvchi kremlar, namlantiruvchi krem ustidan esa quyoshga qarshi SPF kremlari, quyosh nuridan bizni terimizni har doim biz himoya qilishimiz zarur. Bu birinchi kun davomida qilinadigan birinchi parvarishimiz. Keyingi parvarish esa oziqlantirish. Teringiz kun davomida so'lg'inlashgandan keyin uni tetiklashtiruvchi kremlar,
oziqlantirish, quruq yuzlar uchun, yog'li yuzlar uchun esa albatta namlantiruvchi kremlar bilan kechki parvarishni yakunlab qo'yamiz. Birinchi bo'lib kechki parvarishni ham boshida boshlaganimizda terimizni o'sha makiyajlardan tozalab olamiz. Tozalab olganimizdan keyin hamma o'zini yuzini terisidagi muammoga qarshi kremlardan foydalanganda teridagi muammolar tezroq bartaraf bo'ladi. Juda zo'r, qimmatli ma'lumotlar aytdingiz. Rahmat.